Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Fabtaghu indallohir rizq. Allohning huzuridan rizqni talab eting deydi. Ulamolar mana shu oyatning tafsirida aytadilarki, fabtaghur rizqa indalloh demadi. Rizqni Allohning huzuridan talab qilinglar demadi. E'tibor bering shu oyatga. Balki Allohning huzuridan rizq talab eting deyapti. Agar rizqni Allohning huzuridan talab etinglar deyilganda, boshqa manzilda ham rizq bormi degan savol paydo bo'ladi. To'g'rimi? Rizqni Allohning huzuridan. Xo'p, avval rizq zikr qilinganda edi, demak Allohning huzuridan boshqa huzurda ham, boshqa joyda ham rizq bormi degan savol o'zidan paydo bo'ladi. Endi Alloh Qur'onda aytayaptiki, fabtaghu indallohir rizq. Allohning huzuridan rizq talab etinglar deyapti. Bunda savolga o'rin qolmaydi. Rizq faqat Allohning huzuridan. Rizq faqat Allohdan. Boshqa narsalar sabab bo'ladi. Tanish bilish, ota-ona, Allohning huzuridan. Qolgan hammasi albatta bu sabablar